Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, tarix faniga qiziquvchi yoshlar. Bugun biz sizlar bilan Qo'qon xonligining ijtimoiy-siyosiy ahvoli haqidagi mavzularimizni davom ettiramiz. Shuni aytish kerakki, 1842-yilda Buxoro amiri Nasrullo Qo'qonga qo'shin tortib, uni zabt etadi va Qo'qonning mustaqilligi yo'q bo'ladi. Va asta-sekinlik bilan u yerga o'zining noibi Ibrohim Dodxotni qo'yib Buxoroga qaytadi. Lekin xuddi shu paytda Qo'qonda juda katta qo'zg'olonlar ko'tariladi va bu qo'zg'olonlarda Qo'qon xalqiga Qipchoqlar yordam beradi va asta-sekinlik bilan Sheralixon taxtga o'tkaziladi va u 1842-45-yillarda Qo'qon xoni bo'ladi va o'sha paytda Qipchoqlarning boshlig'i Musulmonqul mingboshi etib tayinlanadi. Bundan g'azablangan Buxoro amiri Nasrullo yana Qo'qonga qo'shin tortib keladi va 40 kun Qo'qonni qamalda ushlab turadi. Ayni shu paytda Xiva xoni Alloqulixon Buxoro hududlariga hujum qiladi va Buxoro amiri Nasrullo orqaga qaytishga majbur bo'ladi. Shundan keyin mamlakatda mustaqillik qayta tiklanadi. Asta-sekinlik bilan Sheralixon soliqlarni kuchaytiradi. Bundan xalq norozi bo'lib boshlaydi va lekin Musulmonqulga katta qo'shin beradi. Musulmonqul mamlakatdagi O'sh shahri, Namangan shahri va boshqa shaharlarda qo'zg'olonlarni bostirish uchun katta qo'shin tortib borib, ularni bostiradi va asta-sekinlik bilan mamlakatda uning nufuzi, obro'si ortib boradi va bular mamlakatni o'z qo'liga olishga harakat qiladi. Bunda esa amir Musulmonqul nihoyatda katta rol o'ynab, mamlakatni o'z qo'liga olishga harakat qiladi. Asta-sekin keyinchalik Sheralixonni va vaqtincha xon bo'lgan Murodxonni ham qatl ettirib, taxtga o'zining kuyovi Xudoyorxonni o'tkazishga harakat qiladi. Xudoyorxon o'sha paytda 10 yoshli bo'lib Namangan hokimi edi. U ishni birinchi bo'lib Musulmonqul o'zini qizini Xudoyorxonga nikohlab berishdan boshlaydi va asta-sekinlik bilan uni Qo'qonga olib kelib, uni taxtga o'tkazadi. Shu tariqa 1845-yil o'zbek davlatchiligi tarixida Qo'qon xonligida Xudoyorxon taxtga o'tiradi. Shu bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Yanaga uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.